Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, o'quvchilar, ingliz tili o'zlashtirishni xohlayotgan talabalarimiz, yana bir bor sizlar bilan ko'rishganimdan xursandman. Xo'p, bugungi mavzuyimizni tezda ishga o'tamiz. Bugungi mavzuyimiz, demak, mana ko'rib turganingizdek, WH or question words. Bu mavzu qanaqa mavzu? Asosan so'roq gaplarda keladi. So'roq gaplarda keladi. Marhamat, men qo'ldan kelguncha yozdim. Chunki siz ham buni daftaringizga yozib borsangiz va juda ham yaxshi natijaga ega bo'lasiz deb o'ylayman, xudo xolasa. Marhamat, who ko'rib turganingizdek o'qiladi who deb, kim deb tarjima qilinadi va faqat shaxslarga ishlatiladi. Aytgancha, biz bundan keyin hamma ushbu nimalarga, WH'larga biz namunalarni, misollarni ko'rsatib o'tamiz. Demak, davom etamiz. Who, person, when, vaqt uchun, where, joy uchun, what, narsa buyumlar uchun, what kind, qandaydir holatning, qandaydir narsa buyumning, demak, uni tasvirlashda ishlatiladi. What time, vaqtlar uchun, whose, kimgadir bu narsaning tegishliligini to'g'risida gapiradi. Принадлежность, мы будем насчет говорить принадлежности. Чья, это, например, сумочка и так далее. Whom, object of the verb, buni biz sizga qanday tushuntirsak ekan, bu defining, non-defining mavzusi bor ingliz tili grammatikasida. Aynan o'sha yerda ko'proq keladi. Whom, which, tanlov qilishimizda choice bo'lyapti. Demak, why, sabablarni ko'rsatishimizda. Have, manner, demak, bu qandaydir holatini, har qanday ish harakatning demak holatini ekan. How large, how big, hajm. How much, amount, price deb qo'yibmiz. Demak, narxlarga va darajalarning demak ko'p kamligini demak ifodalashda ishlatiladigan how much, how many, ularning demak soni to'g'risida gap ketadi. How many da albatta demak sanaladigan otlar bilan bularni hammasini namunalarda aytib o'tib ketamiz. Davom etamiz. How often, bu ko'pincha present simple da kelib bir qandaydir ish harakatining demak qanchalik demak tez bajarilayotganligini bizga nima qiladi? Aytib o'tadi. How long, qandaydir demak narsa buyum yoki uzunligi to'g'risida gap ketadi. Demak, uning demak vaqt olishi, период, или же его длина, то есть имеется в виду сколько, например, how long is the bridge Bosphorus between Asia and Europe. Men hozir nima to'g'risida gapirayotganimni buni hozir tarjima qilishga harakat qilaman. Osiyo va demak Istanbulni demak bir bilan bog'lab turuvchi demak ko'prikning uzunligi qancha degan ma'noda bo'ldim. Davom etamiz. How far, distance bo'lyapti bu, ya'ni masofaga nisbatan aytilyapti. Masofa, misol uchun, bu yerda uzunlik bo'lsa, bu yerda masofa. How old, yoshlarga nisbatan. How come, bu ham demak reason edi. Marhamat, yozib olishingiz mumkin. Demak, talabalar, tomoshabinlar, davom etamiz namunalariga. Demak, who is this man? Kelish boya aytganimizdek, demak, who so'roq olmashini biz faqat insonlarga, shaxslarga ishlatar ekanmiz. Кто этот человек? Bu odam kim? U mening tog'am yoki amakim. Ko'ramiz. Hammasini demak mana qo'ldan kelguncha yozishga harakat qilamiz. Bularni albatta yozib tarjima qilib borsangiz, bu ancha sizga asqotadi. Demak, davom etamiz. When will you attend the session? Next Monday. Qachon siz demak darsga kelasiz? Keyingi demak dushanba. Where are your shoes? Oyoq kiyimlaringiz qayerda? They are in the doorstep. Ular demak shundoq eshikdan kiraverishda. What is the matter? В чем проблема? Что случилось? Nima bo'ldi? I lost my case. Men kaltlarimni yo'qotib qo'ydim. What kind of movies do you like? Qanday kinolar sizga ko'proq demak yoqadi? I like documentary. Men o'sha badiiy, hujjatli filmlarni ko'proq demak tomosha qilaman degan ma'noda. Demak, what kind of, какого типа, qanaqa turdagi, qanaqa janrdagi va hokazo. What time, demak vaqtlar uchun ishlatamiz. Qarang, what time do you go to sleep? Siz qachon demak borasiz uxlagani yoki uxlaysiz? After 9 p.m. 9 dan keyin uxlayman. Whose car is this? Chiya mashina edi? Bu kimning mashinasi? It is mine. Bu meniki. Demak, boya aytganimdek, bundan oldingi demak daqiqalarda aytib o'tilganidek tegishlilikni ko'rsatadi, принадлежности. Ya'ni menga tegishli ekanligini aytyapmiz. To'g'rimi? Whom did you go to the party with? Siz demak kechaga kim bilan borasiz? With my sister.
Hop. Which country do you prefer to live? Какую страну вы бы предпочли жить? Qaysi mamlakatda demak davlatda yashashni demak orzu qilgan bo'lardingiz yoki afzal ko'rgan bo'lardingiz? Qisqa valonda Italy. Nega? Chunki dunyoda davlatlar ko'p. O'shaning uchun ham biz demak bittasini nima qilyapmiz? Tanlamoqdamiz. Ha, aytgancha svetlarimiz ham keldi. Rahmat. Sog' bo'ling. Why are you sad? Почему вы так расстроены? Nega bunchalar xafasiz? My pet died. Mening kuchugim demak o'lib qoldi deyapti. How do you go to school? Siz qanday qilib borasiz maktabga? Ya'ni nima bilan borasiz degan ma'noda so'rayapti. By bus bo'lyapti. How large is our universe? Bizning demak koinotimiz qanchalar katta, qanchalar ulkan deyapti. Javobni qarang. It's beyond our mind. Bu bizning demak tasavvurimizdan yiroqda. How big is your dog house? Uyingizning, ya'ni kuchugingizning uyi qanchalar demak katta kichkina degan ma'noda so'rayapti. Chunki hajm ketyapti bu yerda. Chunki bundan oldingi daqiqalarda aytgandik, hajm uchun ishlatiladi degandik. How large, how big? It is small. U qanaqa ekan? Kichkina ekan. How much water should we drink a day? A day so'z albatta yo'q. Kunda biz qancha suv ichishimiz kerak? Between 1 and 2 liters. 1 va 2 litr orasida demak biz nima qilishimiz kerak? Suv iste'mol qilishimiz kerak bo'ladi. Albatta ba'zi odamlar ko'p suv iste'mol qilishi mumkin kerak bo'lardi, chunki ularning nimalardan kelib chiqib, organizmlardan kelib chiqib. Xo'p, how much are these flowers? Сколько эти цветы стоят? Значит, bu gullar qancha turadi? They are 20 altogether. Hammasi bo'lib 20. 20 deganimiz albatta pound yoki dollar bo'lishi mumkin. Endi biz uni currency, ya'ni pul birligini ko'rsatmadik. Davom etamiz. How many people are due to come to the wedding? To'yga qancha odam kelishi kutilmoqda? Javob yozib qo'yibdi. Approximately 100 and 150. Taxminan 100 yoki 150 ta odam demak kelishi kutilmoqda deyapmiz. How often do you go fishing? Siz qanchalar tez va как часто идете на рыбалку? Siz qanchalar tez demak borasiz qayerga? Demak baliq tutgani. Javobni yozib qo'yibmiz. Almost every weekend. Deyarli har hafta oxiri, har oddixda men nima qilaman? Demak baliq tutgani boraman deyapti. Davom etamiz. How long did it take you to finish the exercise? Bu mashqni bajarish sizga qancha demak vaqt oldi deyapti. Javob etib qo'yibdi. Just 10 minutes. Bor yo'q demak 10 minut. 10 minutda demak tugatdim deyapti. How far is it from Bursa to Izmir? Bu shaharlar Turkiyada joylashgan. Shuni ham aytib o'tib ketaylik. Balki sizga buni demak foydasi bo'lar. Bursa shahridan Izmir shahriga masofa, ya'ni yo'l masofa kilometr qancha deyapti? Javob yozib qo'yibdi. It is just about 240 kilometers. Deyarli taxminan 240 ta oshishi mumkin. Albatta 240 kilometr deymiz. Va davom etamiz. Keyingisiga marhamat. How old is your brother? Akangiz necha yoshda? U 10 yoshda. How come you missed the party? Как так ты пропустил вечеринку? Ya'ni sababini so'rayapti. Почему ты пропустила вечеринку? Правильно? I was ill. Chunki men nima edim? Я был болен. Men kasal edim deyapmiz. Marhamat yozib olishingiz mumkin. Sizga foydasi bo'layotgan bo'lsa, biz juda ham baxtlimiz bundan, biz juda ham xursandmiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.